Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, Kamila Jaforovchilov va bugun 7-A sinfi bilan yangicha bir metod ustida ishlaymiz. Demak, videomizga like bosish, yaqinlarni kuzatish, kommentda 7ta zo'r deb yoki 7ta legenda deb yozish esdan chiqmasin. Demak, darsimizni boshlaylik. Xo'p, darsimiz qanaqa bo'ladi? Misollar beriladi, hurmatli o'quvchilar. Ularni alohida listlarga yozib ishlab berasizlar. Har bir topilgan misol uchun, ya'ni yozilgan misol uchun 1 ball va javobi topilgan misol uchun 2 ball. Bizda jami 20 ta misol bor. 20 ta misol uchun siz 60 ballni qo'lga kiritishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz misollarni sizlarga taqdim etaman. Demak, misollarimiz mana bunaqa baklashkalarga suvni ichida yozilgan. Ularning ichidan bitta chayqatib olib, misollarni topasiz, yozasiz va ballni qo'lga kiritishingiz mumkin. Demak, boshladik. Faqat suvni ichish yo'q. Suvni ichish yo'q, chayqatib misollarni topasizlar. Demak, hammaga omad, vaqt ketdi. Misol bor, aytib qo'yay, ichida 20 ta misol. Pastroq aytish kerak, hamchalik eshitib qolmasin. Pastroq sherzod, hamchalik eshitib o'zlaringiz. Sal kirishib ham gapirib o'tirib muhokama qilib. Bir xil hammasi bor. Faqat tezroq topishinglar uchun ikkita qilingan. Pastroq aytsalaring, qolganini eshitmayman. Kimdir yozsin, kimdir ishlasin.
minut vaqtingiz qoldi. 3 minut. Misollarni, javoblarini yozishni boshlang. 3 minutdan keyin to'xtatamiz. Har bir topilgan savol uchun 1 ball, ishlangani uchun 2 ball. Ha. Faqat javobi kerak deyildi-ku, faqat javob, ishlanish yo'li emas. Yodik production. Faolroq bo'lamiz. Pasroq. Hamshirlar eshitib yozib olishi ham mumkin. Javoblarni yozib chiroyliroq odam yozsin. Buni qo'yilmaydi, buni ishlatiladi bu. Buni yozish uchun qancha mehnat qilgan bilasan? Ha? On sekund vaqtingiz qoldi. Yozishni to'xtatib, barolarni olib kelasiz. Mayli, yana 1 minut qo'shib beraman. 10 gacha sanagunimcha javoblarni ko'tarasiz. Ketdik. Sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, siz hamma xatolar javoblarini oldik. Demak, birinchi bo'lib bizga ikkinchi xato topshirdi. Ular 14 ta misol ishlagan ekan. Ya'ni biz aytdik, 14 ta misol har bir yozilgan misol uchun 1 balldan va ishlangani uchun 2 balldan. Ikkinchi bo'lib bizga birinchi xatodagi o'quvchini topshirishdi. Ular 18 ta misol yozishdi, 17 ta misol yozishgan ekan. Endi bitta misolni hikmat yozib qo'yishdi. Demak, ularda hozircha 17 ball bo'ladi va oxirgi bo'lib bizga 3-xato topshirdi. Ular 11 ta misol topshirgan ekan. Ana endi. Oxirgi hisob kitoblar. 3-xato 11 ta misol yozgan, lekin 4 tasini to'g'ri ishlagan. Ba'zi birlarda ozgina kamchiliklari bor. Demak, 11 ball misol topilgani uchun 8 ball, 4 ta to'g'ri misol uchun jami 19 ball. Tasdiqladi. Endi birinchi xato 17 ta misol yozgan, yaxshi, hamma misollar to'g'ri yozilgan. Endi ishlashga kelganda ozgina vaqt yetmadi, bo'lmadi. Demak, 2 donasi to'g'ri, ko'pchilik ishlamayapti. Ba'zi birlarda ozgina kamchiliklari bor. Demak, 2 ta misol uchun 4 ball, 17 ta misol uchun 17 ball, jami 21 ball. Birinchi xatodagilar va savol boshlagan 14 ta misolni hammasini to'g'ri yozib, 12 tasini to'g'ri ishlagan, ishlangani uchun 24 ball, jami 38 ball bilan ikkinchi xato. Sinf o'tib, har bir platformasi o'tkazilgan bu musobaqaning ikkinchi bosqichi bor. Bunda sinflar bellashadi. Siz A sinfda o'qiganmisiz, B sinfda o'qiganmisiz, qaysi sinfga like bosishni xohlasangiz, o'sha sinfga like bosasiz. Videoni A sinfda o'qiganlarga ham, B sinfda o'qiganlarga ham yuborib qo'yasiz. 7-A va 7-B o'rtasida YouTube'da video battle bo'ladi. Kim ko'p like, kim ko'p komment qiladi. Demak, hammangizga omad. Video chiqqandan keyin yaqinlaringizga ulashni, o'zingizning fikrlaringizni 7 ta legenda deb yozishni esingizga